Ey odamlar, sizlar mening oilam va urug' aymog'im bo'lmish G'atafon qabilasidansiz. Sizlarga bo'lgan voqeani yetkazishim kerak. Nima gap, ey Nuaym? Aftidan Quraysh, Banu Qurayza va Muhammadning o'rtasida bir ish sodir bo'ladi. Buning haqqini esa Bani G'atafon va boshqa qabilalar to'laydi. Nima ish ekan? Eshitishimcha, Banu Qurayza Muhammad bilan urushdan bosh tortganmish. Ular Muhammadga qarshi jangni davom ettirishi uchun tez orada Quraysh va Bani G'atafondan garovga odamlar berishini so'rar ekan. Qurayshliklar garovga odam berishdan bosh tortganlarni xabar berish va garovni faqat Bani G'atafondan olinglar deb taklif berish uchun Ikrima ibn Abu Jahlni Ka'b ibn Asadning huzuriga jo'natibdi. Nima? Garovga? Axir bu xiyonat-ku. Bizni Bani Qurayzaga topshirishadimi? Ha-da. Banu Qurayza esa Bani G'atafondan garovga olgan odamlarni Muhammadga topshirib, uning do'stligiga sazovor bo'ladi. Biz Bani G'atafonliklar esa Muhammadning qo'l ostidagi garovlarga aylanamiz. Bu juda xatarli ish. Shuning uchun Quraysh yuborgan odamlar Ka'b ibn Asadning huzuridan qaytishini kutib turishimiz kerak. Ana undan keyin kerakli qarorni qabul qilamiz. Sizga nima bo'ldi ey Abu Sufyon? Parishon ko'rinasiz, hech narsa demaysiz. Agar haligi odamning Banu Qurayza haqida aytgan gapi rost bo'lsa, bu falokat bo'ladi va biz hamma narsani qo'ldan boy berishimiz mumkin. Men u odamning rostgo'yligiga ishonmayman ey Abu Sufyon. Chunki yahudiylar bilan Muhammadning o'rtasida bitim yo'q. Banu Qurayza ham o'z millatdoshlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikrima va uning sheriklari Ka'b ibn Asad Qurayzining huzuridan qaytib kelganda hammasini ochiq-oydin bilib olamiz. Bizni huzuringizga Abu Sufyon jo'natdi. Ertaga Xandaqqa hujum qilib, Yasribga bostirib kirishga qaror qildik. Shunga nima deysiz? Xo'sh, gapiring. Lekin ey Ikrima, o'zaro muhokama qilib olishimiz lozim bo'lgan bir ikkita masala bor. Nima masala ekan ey Banu Qurayzaning sayyidi? Ertaga shanba. Biz yahudiylar shanba kuni jang qilmaymiz. Dinimiz shunga buyuradi. Shuningdek yana nima janob Ka'b? Quloq soling janob Ikrima. Sizga rostini aytay. Biz zaif qavmimiz. Urush tugagach, Muhammad va musulmonlarga qarshi jang qilishga kuchimiz yetmaydi. Muhammad va uning izdoshlari bizga rahm shafqat qilib o'tirishmaydi. Shuning uchun aytmoqchi edimki, agar Nima agar ey Banu Qurayzaning sardori? Aytmoqchimanki, biz o'zimizni Muhammadning yomonligidan himoya qilishimiz kerak. Muhammad bilan orani ochiq qilgunimizgacha Quraysh, G'atafon, Bani Nazr va boshqa qavmlarning bir guruh sharafli kishilari biz bilan birga qolsalargina uning yomonligidan omon qolishimiz mumkin. Garovga? Siz qabilalar va jamoalarning sharafli kishilaridan va sayyidlardan garovga odam yig'moqchimisiz? Yo'q, janob Ikrima, bunchalik emas. Aytaylik, ular bizning xavfsizligimizni ta'minlab turishadi xolos. Lot va Uzzoga qasamki, hech qachon bunday bo'lmaydi. Hali gapirgan gapingga javob berasan, ey Banu Qurayzaning sayyidi. Qani ketdik odamlar.